Hürmetli vatandaşlar, leksiyemizi devamlaştırıyoruz. Düvendeki leksiyemizin mavzusu bunda. Cenubu Cungo denizine harbiy kuş toplandı. Amerika Cungo toqunuşudan saqlanıp qalalmamdı. Mavzulu haber 6. ayının 11. günü Amerika Ovazının Xitay tili programması e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Washington. Gaaga xalqaro hakimlar soti Filippin arz shikoyat qilgan masalalar bo'yicha Janubiy Jungo dengiz talash tortishlari to'g'risida qaror chiqaradigan mushundaq bir paytda Amerika bilan Jungo o'rtasida Janubiy dengiz talash tortishlari davr qilgan holda ixtilof vaziyatlar texmo kaskinlashdi. İki taraf yakından biri qo'llangan bir qator oshkora pozitsiya, diplomatik hamda harbiy harakatlar bargan sari texmo qattiq qarshilashdan uchar tarqatdi. O'tgan haftaning oxirida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Ashton Carter Shangri-La yillik suhbat yig'inini yana bir qatim mundaq ko'rsatgan edi. Agar Jungo davamlıq Janubiy dengizda talash tortish bo'layotgan orollarda qurilish qilish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, o'zini yetim qoldirgan bo'ladi. O'xshashli bir vaqtda Jungoning harbiy taraf vakili Sun Yango tilini o'millab turib, Amerikaning ismini atamay mundaq degan edi. Ba'zi davlatlar xattosh erkinligidan foydalanib, harbiy kuchini ko'z qilib, bir tarafdan guruh to'plab, davlatlarni yaniga tartib, Jungo bilan qarshilashishni qo'llagan bo'lsa, Jungoning Gaaga sotining qarorini qabul qilishni talab qilgan bo'lsa, Jungo bunda qilmishlarga qarshi turdi. Biz ish termaymiz. Ish terishdan qo'rqmaymiz degan. Ashton Carter, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Ashton Carter Jungoning oldiga qizil chiziq chizdi. Diqqat qilishga arziydigan bir taraf shuki davlat mudofaa ministri Ashton Carter Shangri-La suhbat yig'inida Jungoning Huangyandao orolida qurilish bilan shug'ullanish mumkinligi to'g'risida ogohlantirish bergan. Qo'yilgan savollarga javob berganda mundaq ko'rsatgan. Agar Jungo Huangyandao orolida kengaytib qurilishi bilan shug'ullanadigan bo'lsa, Amerika va boshqa davlatlar harakat qo'llanamiz. Jiddiylik texmi kuchaydi. Tahlilchilar mundaq deyishgan. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoning oldiga qizil chiziq chizganligidir. Şangang'da neşr qilinadigan Janub haftalik gazeti 4-ayning 25-kuni xabardor kishilarning so'zlaridan naql keltirib, mundaq ko'rsatgan. Jungo balki mush yilning oxirida kengaytib qurilish qilish bilan shug'ullanadi. Huangyandauda mush yilning oxirida Jungo qurilishni boshlaydi demoqchi. Jumladan aeroplan yugurish supsini o'z ichiga oladi. Aeroplan yugurish yo'lini yasaydi. Bundan burun Amerika Dengiz Armiyasi 3-ayda bir parcha doklad e'lon qilib, bu rayonda mush atrofda ko'plagan Jungo parxodlarining tekshirish bilan shug'ullanib, kengaytib qurilish qilishga tayyorlik qilayotganligini ko'rsatgan. Huangyandao Janubiy Jungo dengizida bir yumaloq orol bo'lib, Jungoning Haynandao oralig'i 500 dengiz mili orliq bilan yondashib turadi. Filippinning Subic portiga 100 dengiz mili orliq bilan yondashib turadi. Uzunligi 55 kilometr. Aylanma diametri 150 kvadrat metr. 150 kvadrat kilometr. Agar tindirib yana orol yasaydigan bo'lsa, ko'lami zo'r sun'iy orol paydo bo'ladi bu yerda. 2012 yıl 4-ayda Filippin, Jungo ikki davlatning dengiz soqchilari, dengiz armiya parxodlari o'zaro tirkashgandan keyin Jungo bu orolni amaliy egallagan, qo'lga tushirgan. Ma'lum darajada shu sababdan Filippin hukumati Gaaga xalqaro sudga arz shikoyat qilgan edi.
Xalqaro baholash va strategiya markazining yuqori darajali tadqiqotchisi Richard Fisher mundaq hisobladi. Agar Jungo Xongyandao atrofida kengaytib qurilish elib boradigan bo'lsa, Amerika buni inkas qaytirdi. U yana mundaq degan, Amerikaning qandaq inkas qaytirdiganligi to'g'risida bir nima degili bo'lmaydi. Agar Jungo maslahatlash orqali Xongyandao oroli masalasini bir taraf qilmaydigan bo'lsa, yoki Jungo bu masala tech yo'l bilan bir taraf qilmaydigan bo'lsa, jiddiylik texnik kaskinlashadi. Harbiy to'qinishning yuz berishi mumkinlikka aylanadi, deyildi xabarda.